Assalomu alaykum. Yana bir bor managa. Mana bu samolyotni jo'natib yuborsa hozir naryoqda Silkaviyalar turibdi. O Silkaviya ma'mur soat 7da 8da uchib ketadi, 7da topshirish kerak. Silkaviyalarni xudo xolisa yana bitta qo'nsa uni ham jo'natamiz. Ko'p. Bugun Toshkent 3 xizmatidamiz. Xudo xolisa ishdan tomog'sa uyga ketamiz. Shunaqa gap. Mana tayyorgarchilik ko'ryapmiz hozir. 1,5 soatdan keyin stюардесsalar kelsa topshirsa samolyotda uyga ketamiz xudo xolisa. Omon bo'linglar. Havo yo'llarida ko'proq uchinglar. Havo yo'llari безопасность deydi-yu. Polyot bo'yicha, hamma narsa bo'yicha. Obsluga yaxshi, tex slujbalar вообще zo'r. Samolyotlarni yaxshigina qarashadi ham yog'ini. Havo yo'llari juda ham soz. Shunaqa gaplar. Bugun 7-iyun 2026-yil. Omon bo'linglar.